Men harmazlar teshganda harrab bo'ldim. Hekaga. Aptashyapman, mana 10-15 teshibdi. Do'stlar, orzuyimizga yetdik. 34 yil orzu qildik va bunga erishdik. Mehnat, shuncha sabr. Barchangizni tabriklaymiz. Butun O'zbekistonni. Bu hammamizning g'alabamiz. Har biringizning g'alabangiz. Siz ekran qarshisida ko'rayotgan harbiy tomoshabin. O'zbekiston isbotladi. Biz futbolda ham Osiyoda eng zo'rlardan birimiz. Raqamsiz ma'noda O'tkir Yusupovni bizga ko'rsatishyapti. U bugungi uchrashuvning qahramoni. Seyv bilan ham o'yinni saqlab qolish mumkinligini, jahon chempionati yo'llanmasini qo'lga kiritish mumkinligini O'tkir Yusupov darvozabonimiz hamma bir paytlar xeyt qilgan, hamma o'z ichi nimadirlar gapirgan darvozabonimiz hozir ikkita penalti va uchrashuvning so'nggi daqiqalarida Abduvahid Hamidlarga ketyapti. Qutqarib mundial ishtirokchisiga aylantirmoqda terma jamoamizni. Havada gidilmez, güneşli günde gidilmez, aslında hiç gidilmez. Son günüme kadar, kalp durana kadar, aşk mezara kadar, sakın ha gitme. Son günüme kadar, kalp durana kadar, aşk mezara kadar.